Avvalgi darsimizda biz HTMLning asosiy strukturasi haqida to'xtalib o'tgandik. Bu darsimizda biz HTML fayllarni yaratish bilan shug'ullanamiz. HTML fayllarni yaratish uchun bizga .html dan iborat bo'lgan fayl kerak bo'ladi. Avvalambor biz shu fayllarimizni tartibga solish maqsadida yangi papka ochsak, ya'ni Mac operating sistemasidan foydalanyapman hozir. Sichqonchaning o'ng tugmasi new folder. Ya'ni buning nomini HTML deb nomladim va bu faylni ochib ichida yangi fayl yaratamiz. Ming afsuslar bo'lsinki, Macintosh operating sistemasida yangi fayl yaratish imkoniyati yo'q. Ya'ni Finder deymiz. Bu papkalar nazorat qiluvchi Finderda buning imkoniyati yo'q. Va hech qanday xavotirga tushmaymiz. Windowsda yaratish nihoyatda oson. Agar sizda Macintosh operating sistemasi bo'layotgan bo'lsa, bizda bir qancha alternativ yo'llar mavjud. Hech ham xavotirga tushmang. Eng birinchi men afzal ko'radigan usul bu dasturchi sifatida terminaldan foydalanaman. Ya'ni command space barni bosib, bu yerga terminal enter tugmachasini bosamiz. Yoki launchpadga borib others va terminal mana bu yerda o'shani topishingiz mumkin. Va cd ya'ni change direction fayl nomini o'zgartirish yoki boshqa faylning ichiga o'tish degan ma'noni anglatadi. Demak biz HTML desktopga o'tamiz va ls orqali, ya'ni ro'yxatni uni ko'rishimiz mumkin mavjud papkalarni, fayl nomlarini. Demak html ya'ni hozirda biz HTML faylni ichida. Ko'rib turganingizdek HTML fayli bo'm-bo'sh. Yangi fayl yaratish uchun biz touch kommentdan foydalanamiz. Touch va faylning nomi index endi e'tibor berasiz nuqta hamda html, ya'ni HTML faylni yaratish uchun .html nomidan iborat bo'lgan fayl nomini yaratamiz va enter tugmasini bosamiz. Yana ro'yxatlar ko'rib turganingizdek index html bu yerda mavjud. Ana ko'rib turganingizdek index html bu faylimiz ichida ham mavjud. Bu birinchi alternativ usul edi. Ikkinchisi bizda Sublime Text bor. Balki Atom ishlatgandirsiz, lekin menda Sublime. Yangi fayl yaratish uchun fayl hamda new file dan foydalanamiz. Ko'rib turganingizdek hozirda fayl nomimiz untitled va buni o'zgartiramiz, ya'ni save HTML faylning ichida va buni index nuqta, ya'ni dat deganimda nuqta html dan foydalanamiz. Demak, bu faylimiz mavjud. Uni boshqasi bilan replace, ya'ni almashtirayman. Replace. Demak, html index html fayliga ega bo'ldik. Hozir ko'rib turganimiz HTML fayl bo'm-bo'sh. Demak, endi HTML ning asosiy strukturasini yaratib o'tamiz. Birinchi bu ya'ni deklaratsiya. Ya'ni deklaratsiyani yaratish uchun doctype hamda HTML. Ya'ni bu HTML 5 versiyasida yaratilmoqda. Bundan keyin veb sahifaning ildiz elementi, ya'ni HTML va bu HTML elementini yopaman. Ko'rib turganingizdek Sublime avtomatik tarzda fayllarni, elementlarni, taglarni yopishga yordam beradi. Endi HTML ning ichida ikkita asosiy elementlar bor. Bular ya'ni tab orqali joy tashlanmoqda. Joylar nomi hozircha ikkita. Buni to'rttaga ham o'zgartirishimiz mumkin. Head, ya'ni bosh
va buni yangi qatordan joylaymiz. Va head asosiy title elementidan iborat. Ya'ni sarlavha nomi, vebsayt nomi deb nomladim. Va keyingi muhim elementlardan biri bu body, ya'ni tana qismi. Va bodydan hosil. Ko'rib turganingizdek, men elementlarni bir tizimli qilib taxlamadim, ya'ni joylashtirmadim. Ularni ichma-ich, ya'ni qaysi elementning ichiga joylashganligi haqida bizga yordam beradi. Ya'ni HTML ildiz bo'lganligi uchun boshqa head hamda body uning bolalari hisoblanadi. HTML esa ona element hisoblanadi. Shuning uchun buning qaramog'ida ma'nosida joydashi buni ichki qatordan taxlaymiz, joylashtiramiz. Va bu index.html faylini saqlaymiz. Bu yangi yaratilgan HTML elementlarni ko'rish uchun sichqonchaning tugmasi Open in browser, ya'ni browserda ko'r degan ma'noni anglatadi. Ko'rib turganingizdek, hozir veb sahifamiz bo'm-bo'sh, lekin veb sahifaning nomi mavjud. Ya'ni title orqali biz buni veb sahifaning nomini berdik. Hozircha shu edi. Keyingi darsimizda HTML elementlar haqida ko'proq to'xtalib o'tamiz.